Hammaga salom do'stlar, bu Yusuf. Hammaga salom do'stlar, bu Quvonchbek YouTube kanali. Bugun biz Toshkentdagi G'alaba bog'iga tashrif buyurdik va u yerni ko'rib chiqamiz. Bu vlog shu haqida. 2020-yil 9-may kuni Toshkentni Olmazor tumanida G'alaba bog'i fashizm ustidan qo'zg'algan buyuk g'alabaning 75 yillik munosabati bilan ochildi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki eng qiziqarli joylari hali ushbu bog' xalqimizning buyuk g'alabaga qo'shgan hissasini aks ettiradi. Achi. Taka gezachi. Avulsha burardi. Давай, burar avulsha. Burar, jisir. Burar. To'qalacha ko'ma avulsha burar. Taka. Bang. Tamam bitti. O takip ediyor değil mi? O takip edecek. Güzel yakın. O nevi takip ediyor. Otalarimiz va bobolarimizning fashizmga qarshi kurashgan qahramonligini abadiylashtiradi. Ularning ibratli jasorati va matonatiga bo'lgan katta hurmatimizdan dalolat beradi, dedi davlatimiz rahbari bog'ning ochilish marosimida. $200.000'de yakın kolgan bölümler. Hani? Reşte yapacağım önce. İyi, давай. Hır kallarsan silakan önce. Baştan. Yani çiçekdi. Ciğermedi. Bog'ning ekspozitsiyasida front hayoti sahnalari, misoli muzey ichida jonlantirilgan harbiy ofitserlarning manekenlari, okoplar, blinjadlar va dala oshxonalari kompozitsiyalari, temir yo'l vokzali, eski kutubxonalar va yarani bog'lash punktlari aks ettirilgan noyob muzey bor. Shu yerning o'zida urush yillaridagi noyob harbiy qurollarning ko'rgazmasi taqdim etilgan. Bog'ning ochiq hududida ochiq havoda harbiy texnika va qurollarning ko'rgazmasi o'tkaziladi. Mualliflar bog' ekspozitsiyalarini bir nechta tematik hududlar, urushning dahshatli zonasi, front orti zonasi, qayg'u va alam zonasi, uzoq kutilgan g'alaba va shukronalik zonasiga bo'lishdi. Har bir hududda o'zbek xalqining fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi badiiy tarzda va raqamlarda o'z ifodasini topgan. Bog'ning markaziy xiyoboniga Stalingrad urushi paytida ulkan harbiy jasorat ko'rsatgan, ko'p sonli qo'shinni boshqargan general Sobir Rahimov boshchiligidagi urush qahramonlari va qatnashchilari haykali qo'yilgan. Ma'lumki, Ikkinchi jahon urushi yillarida 1,5 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarolari frontga ketgan edi. Bu respublikada mehnatga qobiliyatli aholining qariyb yarmi demakdir. Shu bilan birga mamlakat barcha ittifoqdosh respublikalardan evakuatsiya qilingan 1,5 milliondan ko'proq aholini qabul qildi. Baratanat kiba. Mo'ja qo'ygan vaqtimiz yo'q, shapishim. Ne çirok şey. Ne hava şarkısı. Peki. Ne çok şey. Ne kaç başı? O'zbekiston o'z ajdodlarining jasorati va saxovatini eslaydi va faxrlanadi. G'alaba bog'i esa xotira va shon sharafning o'ziga xos ramzi bo'lib, biz uni faxr bilan avlodlarimizga yetkazib boramiz. Germaniya başa neymiş diyor. Berlin'de. Ne, hoca ne? How much bomb? Oh, yo, bir katık şey. Yaktan cinlik yemedi değil mi? Özbekistan bakın böyle bir sınav. Olay gap. G'alaba bog'i 2020-yil 9-may kuni fashizm ustidan qozonilgan Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan Toshkent shahrining Olmazor tumanida barpo etilgan. U o'z tarkibiga shon sharaf, davlat muzeyi, mangu jasorat va matonat madhiyasi monumentlarini, tarixiy badiiy ekspozitsiyalarni jamlagan. G'alaba bog'ining umumiy maydoni 14,6 gektarni tashkil qiladi.
ichiga. Mana. Mo'sher. Quruq meyveler, lobiya, guruch, Haminanda ham ovqat berishi. Ovqatchi neyse. Olma qo'y, o'li ham aksiz. Mana sen o'li ay. Ya, hamma chilar. Men xeyde hiç sabah. Neyse biz yemeğimiz teknik olacak. Rahatsız Grazie. Ma bolsa o bumbu. Ne o ya müzeye kalmadı hiç için Şey? o çıkıyor maşine yüksek. Traktör kızar. Majmua ramziy 12 hududga bo'lingan. Kirish qismi urushning dahshatli qiyofasi, markaziy xiyobon, harbiy texnikalar maydonchalari, temir yo'l va front orta hududi, amfiteatr va ma'muriy bino, motam va anduh hududi, shodu xurramlik hududi, g'alaba hududi, shon sharaf davlat muzeyi, shukronalik hududi. Bundan tashqari ko'z yoshi majmuasi urushning mudhishligi, millati va dinidan qat'iy nazar barcha odamlar birligi ramzini ifodalaydi. Shon sharaf davlat muzeyining yuqori qismida 2-jahon urushida qatnashgan 301 nafar qahramonlarimiz sharafiga ekilgan daraxtlar, shuningdek Mangu jasorat deb nomlangan majmuada afsonaviy o'zbek generali Sobir Rahimov va barcha o'zbekistonlik botir jangchilarning so'nmas xotirasi ifodalangan. G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi Toshkent shahrining Olmazor tumanida Turin Politexnika universiteti va Respublika klinik oftalmologiya shifoxonasi o'rtasida Sag'bon ko'chasida joylashgan. Bog'ga kiraverishda 5 qirrali yulduz ko'rinishidagi g'alaba archasi o'rnatilgan. Bog' majmuasida O'zbekiston fuqarolari ishtirokidagi harbiy epizodlar va ularning 2-jahon urushi frontlaridagi ishtiroki haqida umumiy ma'lumotlar aks ettirilgan marmar bannerlar o'rnatilgan. G'alaba bog'i konsepsiyasini yaratishida bir qator xorijiy davlatlarning memorial majmualarini yaratish tajribasi o'rganilgan. Bog'ning turli joylari milliy uslubda bezatilgan. G'alaba bog'i mavzulari bo'yicha ma'lumot olish uchun elektron jihozlar bilan jihozlangan yopiq ayvonlar qurilgan. Dam olish joylari, kutubxonalar, Wi-Fi zonalari va sahna maydonlarini o'z ichiga olgan. Zonalarga bo'linishi urush dahshatlari va askarlarning qahramonligi, front ortidagi fidokor mehnat, qayg'u va shukronalik his-tuyg'ulari orqali ifodalanadi. Urush dahshatlari zonasida jangovar pozitsiyalar, bunkerlar, qurollar, tank xandaqlari mavjud. Ulardan keyin xandaqlarda Sovet ittifoqi hududiga bostirib kirgan dushman mashinalari soni, Moskva mudofaasi uchun medali bilan taqdirlangan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Urush dahshatlari zonasida haqiqiy jangovar jihozlar, xususan janglarda qatnashgan va keyinchalik O'zbekistonga olib kelingan T-34 tank ham taqdim etilgan. Maxsus maydonlarda zamonaviy armiya qurollari ham namoyish etilgan. Bayram tadbirlari uchun amfiteatr qurilgan. Asosiy xiyobonda G'alaba ordeni shaklidagi favvora o'rnatilgan. Bog'ning eng baland nuqtasi sun'iy qo'rg'on tepasida Mangu jasorat haykaltaroshlik kompozitsiyasi joylashgan. Bu haykal general-mayor Sobir Rahimov va boshqa o'zbekistonlik askarlar xotirasiga bag'ishlangan. Har bir Sovet ittifoqi qahramoni sharafiga daraxt ekilgan va marmar plitalar o'rnatilgan. Ko'z yoshlari badiiy kompozitsiyasi ko'z shaklida yasalgan, ichida qabr toshlari ham bor. Matonat madhiyasi yodgorligi Zulfiya Zokirovaga bag'ishlangan. U urushda 5 nafar o'g'lini yo'qotgan, ammo ularning oilasini asrab avaylagan ona edi. Urush davridagi Toshkent temir yo'l uzeli rekonstruksiya qilingan. Bu joy orqali millionlab odamlar evakuatsiya qilingan, minglab poyezdlar yaradorlar bilan to'xtovsiz harakatda bo'lgan. Shon sharaf muzeyi 20 mingga yaqin tarixiy eksponatlar saqlanadigan maskan. Ularning yarmidan ko'pi aholi tomonidan taqdim etilgan. Bu jarayon hanuz davom etmoqda. Muzey shartli ravishda 6 bo'limga bo'lingan. Kirishida O'zbekiston xalq rassomi Alisher Aliqulov chizgan 22 metrlik panno joylashgan. Unda urushga jo'nab ketayotgan askarlar, ularni kuzatgan onalar, tibbiyot xodimlari, ya'ni 1941-1945 O'zbekiston Bu ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Yurtimizda yana ko'plab tarixiy maskanlar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan qoling. Har safar yangi bilim, yangi ilhom oling. Zo'r bo'ldimi video? Yoqdi deb o'ylayman. Unda like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana qiziqarli joylar, faktlar va tarixlar kutmoqda. Birga sayohat qilamiz.